Assalamu alaykum, qanday olar yaxshi, Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun bu aspiraturniki, ya'ni bu startqinim. Ko'rdinglar, mana shunday chaplash yig'lash uzoqdan beri ne tozlamagan. Bir nimani tozlamoqchi. Buni deyilgan biobilindar ishlatma. Lekin bu uchilisini buning uchun ishlatmayman. Men bu tepsini ajatdim. Bu yerlarni ko'rdinglar. Bu chaplash. Bu yerlarga men henla mineralli krem bilan lam surtdim. Shunchalik qulay chiqib ketadi. Uni tozalashdan burun oldi bilan buni men qaynoq suvga chilayman. Bu qachon buni patmay qoldi, shunga men bu o'tir qismini sizlarga ko'rsatmoqchi. Asli bu cho'kishab tursa yaxshi, buni cho'ng bo'lganligi uchun cho'kashmaydi. Sizlarning balkim kichik uzun bo'lishi mumkin, cho'kishadi. Buni cho'kashmaydi. Aldı bilen ben bununla yenilen çamaşır beyazlatıcıdan az miktarda üstüge çaçıma. Ben sizlerge şu patpadak yerine köküstüp koydum. Patmayla yeni çökeşmeydi de. Şunda adımı köküstüp koydum. Anan deyin ki biobilindardan yenilen yağ kir temizleyici. Çünkü bu yağlaş boğalık için yağ kir temizleyicini işletime. Bana köydüğümler müşahede. Oldu. Endi men bunu ustiga qaynoq su to'kaman. Chuqur qaynoq su bo'lishi kerak. Mena cho'kashmaydi, shundanmi yana bulonlarda bo'lsinmi, mana shularda bo'lsinmi yuyman. Mana qaynoq su to'kdim. Agar sizlar cho'kishib qolsa, bu birdan dilam erib chiqadi qaynoq suvni to'psilar. Mena cho'kashmaydi. Şun boğanlık için eğer çökeşgidek das boğan bolsaydı özü eriplam çıkıp gitti. Hatta köydonlar azıcık çıkıp köydonlar bu yani özü erip çıkıp gitti bana. Biraz tursa ona deyin keyin bulut ben eğitime. Anqıcı bu soğuk boğaça biz mineralli krem bilen maylaşıp ketken yerlerini eğitaylı. Bunu biraz bu tarafga koydum. Bu bulutumninki bu keyni tarafiga ben bu mineralli krem temizleyiciden az miktarda töküme. Köydüğünler o. Şimdi ben bunu da aldı bilen bu üstünü bana maşına bilen çıkıp gitti. Bana mineralli krem bilen köydüğünler miyarenki birden de çıktı zaten bana bu yerlerimi hiç kandak namık kılışı ketmeydi bana meyerlerimi. Şimdi sıp-sılık çıkıptı. Onu dikin kuruk belbilen ediyorsalar. Buldu. Bu mineralli kremde aşkallarının maylaşıp ketken dolapla ne sanlar buldu. Mesela bu aynek kısmını edeyim. Bu müşüncülük çaplaştı. Bu mu çıkıp gitti asallan. Buradan aldı terpular. Bu evlilik köküstü koyuyorlar. Köydüğünler. Şunçilik sim yoğuş tek güzmesidir. Lan çıkıp gitti. Şimdi ben yine azıcık mineralli kremden töküp bu aynakla mesela köküstü koyayım. Aynak kısmını. Bunu yenilen. Kulağına hiç kandak ziyan yok bu sopununki. Ondan keyin bu tarafını bir eğitip yağlarının hepsi çıkıp gitti. Hiç kandak bir yağımız kalmaydı. Çünkü hatta beyaz eşyalar onlar da insanlar buldu. Buzdolaplarının peşi, bulaşık makinesi, yağlarını hepsi paylaşıp belki yakışıyorum var. Hatta ki tamlağı ballarınlar kat yazıyordken bu şularını çıkardı. Bu şarkılık tadı sanlar buldu. Bu saat sanlarınki kimlerini. Hem de biz soğuçlap koygan aspiratörünü eğitaylı. Şimdi bunun kaşığı geldim. Bunun iç kısmı soğudu. Gördüğünler çökeşmedi o. Şu an çökeşmegendikin ben hem de kolumda kırışkı mecburi. Bunu çumurap durup muşununla eğittim. Gördüğünler bana birden de çikolatadı. Bana bu gördüğünler akniyaz akboliş gerek. Çumurap durup eğittim. Gördüğünler ak kısmını
Bayam supseriq maylaştı mana. Moşunda alam eğiti ve sana çıktı. Sim yokuş ketmeydi. Bu tarafını köyden hatta. Bayam supseriqda aqlıp ketdi. Hatta hiç qandaq bir puraqsız ziyni yo'q. Bazardan jef, yana boshqa nimalarni qilib, bir xil puraq gelanlar kelib ketadi. Bunun hech qandaq bir puraq bo'lmaydi. Hem ziyansiz, qo'lonlarning ziyni yo'q, quruqmi yo'q. Haqiqatan bek yaxshi. Usul. Mana bayamqi hali bilan hozirgi holini ko'rdinglar. Mana hattoki bu to'pining bu sariq holati bilan men astidan aqoltini ko'rdinglar mana. Mushaletda chiqib ketadi pak-pakiz. Mana mushaletda men bu iç qismini, to'q qismini mu. Yana bu to'q qismi zaten eribdi, ko'rdinglar. Mana sunun rengini ko'rdinglar bu. Mana sunun rengi bu supsariq bo'lib ketdi. Mana bu tarafmi? Ko'rdinglar bu. Bu taraf bunun rengi bilan men hozir chiqayotgan rengini mu ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Mana simni yug'ish faqat tekkizdim, ko'rdinglar. Mesela bu sim geldiler etdim mana. Hech qanday bir kuchmi ketmaydi. Puraq nimasi yo'q. Ko'rdim. Bu yana rengini ko'rdinglar. Ondan keyin bu yerdagi sariqlik rengini ko'rdinglar u. Ziyansiz bo'lgan. Mana buni yana boshqa nimalarimi bor, buni qozon tozlaydigan so'qiladi. Buni inshaalloh asta-asta tunushtiraman. Ben bularni bir tozalab bo'lib, ondan keyin sizlarga qayta bir video ko'rish istamay, hech qanday bir narsa aloqamay mushuna bilan aytdingiz. Çayqalaysak da mana meni ko'raman. Eritish bilan ham chiqadi, kuchmi yo'q, kuchmi ketmaydi. Buni tozalamaga balki 2 yil bo'ldi deyman, chunki boshqa yerga ko'chib ketib, uyni boshqalar ijaraga berganligim uchun hech qanday tozalamabdi ekan to'p. Mushalat turib qilib, men yana ko'chib kelganligim uchun o'zim tozalayapman. Mana meni bir ko'ksib qo'ygan sizlarga kuchmi yo'q. Shunchalik yaxshi chiqib ketdi. Mushalat tozasanlar bo'ladi. İnşallah men buni hozir video qo'yapmiz. Hemen bir tozalab ko'ksib qo'yamiz sizlarga. Bu qismini ko'rishni unutib qopdim. Buning diyeni men minerallik kremni mana ko'rganinglardek surkidim. Bu sariqdan ko'ksizlar sizlarga yaxshisi. Ko'rdinglarmi? Mana. Hozir balkim bir qo'limda qilib etib, tatqanligim uchun balkim chiqmagan bo'lishi mumkin. Men asti qismini ko'rdinglar. Herhalde. Ondan keyin bulutninki bu taraf bilan aytib etdim. Bu ozroq qismini ko'rsatdim sizlarga mana. Bu holatda yog' hech qanday bir asar qilmaydi. Bu yerlarni yana o'xshash mineralli krem bilan aytib. Ondan keyin so'ngarning keyni bilan quruqlati bilan aytib saklam chiqib ketadi. Shunchalik qulay ham oddiy, hech qanday kuchmi ketmaydi. Yani bir ko'ksib qo'yaysizlarga aslında. Mana ko'ringlarmi? Hech qanday kuch ketmaydi, shunchalik qulay yog'laringlarni tozalay olasizlar. Mana ko'ringlarmi? Oppoq holatda tozalandi. Bu tarafim ham shundoq ko'ringlar. Mana shunchalik pokiz ketdi, ham silliq. Aslida buning to'rini ajat qilib bo'lmasmiki desam, ajab tushdi. Bayamqi to'rning holati. Hozirgi to'r mana hech qanday yog' deydigan narsa qolmadi. Buni ichiga taqaydigan. Undan keyin o'chqamni hozir aytmayman, chunki bu yerni yig'ib ketmasin deb aytmay turgandim. Bu yerning bayamqi sariqligini sizlarga ko'rsatgandim. Hozirgi mana shu mineralli krem bilan aytdim. Mana bu aynikini men bayam ko'rsatgandim. Hozir bu holat da shunchalik oson. Mana ko'rdinglar, hozir taqavatimiz. İçim bunu qildi. Mana biz bioblender bilan hammani tozalab oldik. Ko'rdinglar, bayam supsariq chaplash bo'lib ketgan. Hozir shunchalik chiroyli. Bu chiroqni yondirsam yaxshi chiqmaydi ekan zaten. Lekin buning